Mana shu insonga hozir hech nima kerak emas. Faqat duo. Marhumning ustida turibmiz. Mana shu holatga ertaga siz ham tushasiz, men ham tushaman. Bolalarim baxtiga meni bevaqt o'ldirma. Tushirib qo'yma otdan, asrat do'sti nomarddan, to'ydirmagin hayotdan meni bevaqt o'ldirma. Baraka ber naqtimga, shijoat qo'sh shaxtimga, muhtoj qilma har kimga meni bevaqt o'ldirma. Otam tuproqqa ketdi, onam g'am bilan o'tdi, garchi navbatim yetdi, meni bevaqt o'ldirma. Dil iymonga to'lguncha, tavbam qabul bo'lguncha, bolam baxtini ko'rguncha meni bevaqt o'ldirma. Shodlik bergin Xudoy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsiz? Chamshimani yo'q? Chamshimani. Aka, kim bo'lasiz? Qo'shnilari bo'lasizmi? Ha. Akamiz haqqilariga duo qilib qo'yasizlar. Hammamizni boshimizda bor. Mana hozir bu akalar bilan hozir gaplashib turibmiz. Mana shu marhumning ustida turibmiz. Mana shu holatga ertaga siz ham tushasiz, men ham tushaman. Shuning uchun mana shu o'limdan ibrat olishlik avvalo o'zimga, sizlarga, mana shu videoni ko'rayotganlarga nasib qilsin. Shu o'limdan ibrat olaylik, sal o'zimizni to'g'rilab olaylik. Ertaga hammani boshida o'lim bor. Mana shu insonga hozir hech nima kerak emas. Faqat duo. Qo'llaringni duoga ochib, faqat marhumning haqqiga duo qilinglar. Alloh taolo qabr azobidan saqlasin, so'roq savolini oson qilsin, oilasiga sabr bersin. Все. Ko'chaga bu yoqdan chiqib ketadi. 네, 사모님 감사합니다. 네. 화요일 네, 화요일. 공항으로 올 거예요. 알겠습니다. 화요일 3시. 알겠습니다. 네, 네. 감사합니다. 네. Xudo xolasa seshanba kuni aeroportga, undan keyin xudo xolasa chorshanba kuni O'zbekiston vaqti bilan 1:30 da Toshkentda bo'ladi. Inshaalloh. Alloh sabr bersin. Rahmat, Xo'p, sog' bo'ling, ha. Biz qo'limizdan kelgan shu. Xudo xolasa chorshanba kuni aeroportga olib chiqib, seshanba kuni jo'natib yuboramiz, aka.